bank agentligi 2024 yil yanvar oyidan beri faoliyat yuritayotgan 30 ta xususiy bank agentligi litsenziyaga ega xususiy bank agentliklaridan biri. Bu faoliyatimiz davomida hozirgi kungacha statistikadan oshirgan bo'lsak agar 1000 dan ziyod fuqarolar biz tomonidan ishga joylashgan, hozirgi ishlab yuribdi yoki ish faoliyatini tugatib O'zbekiston hududiga qaytgan fuqarolar. Prezentatsiya bilan buni sizlarni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, kompaniyamiz haqida. Hozirgi kungacha 150 tacha ish beruvchilar bilan hamkorlik olib boradigan xususiy bank agentligi hisoblanamiz. Bizda yo'nalishlar bo'yicha yo'nalishlar kesimida qurilish, haydovchilik, logistika sohalarida, qassobchilik sohalari hozirgi vaqtda qabullar davom etyapti va qabul qilishni boshlaganmiz. Jarayonlar qanaqa bo'ladi? Jarayonda amaliy imtihon yoki yozma ko'rinishda imtihonlar asosida qabul qilamiz bo'ldi. Hozir bugungi tadbirimizda biz Bosh ofis nomidan qatnashamiz, lekin hozirgi vaqtda Jizzax viloyati hududida o'z filialimizga egamiz hamda filialimiz tomonidan uni manzillari, qayerda joylashganliklari va aloqaga chiqish uchun hamma ma'lumotlarni shu filialimiz rahbari bor, Abdulla, ular sizga ma'lumot berishadi va ular bilan aloqada bo'lib, shu viloyat hududida ular bilan aloqada bo'lib ma'lumotlarni olganingizda yaxshiroq bo'ladi. Abdulla aka, kelib filial haqida ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum. Bugungi qatnashuvchilarimiz. Sizlarni Volkan xususiy bank agentligini Jizzax filiali rahbari sifatida o'zimni tanishtiraman. Ismim Sayfiy Abdulla. Biz ofisimizga borgan nomzodlarimiz bor. Bizda bu forumda migratsiya sizlarni tashkillashtirishimiz, hokimiyatlarni tashkillashtirishimizdan asosiy maqsad sizlarni hozirgi kunda bo'layotgan asosiy dolzarb muammolarimizdan biri Yevropaga ishga yuboraman tabiiyda ko'plari aldash yoki bo'lmasa bugun qanaqadir firma ochilib sizlarni qanaqadir moddiy pullaringizni olib yili qanchadir summalarni olib ertaga borgan vaqtida yo'qolib qolishini oldini olish maqsadida sizlarga qisqacha ko'rsatib bermoqchimiz. Filiallar to'g'risida, xususiy bank agentligi to'g'risida mana tashkilot olib borayotganimiz uchun, shunday davlat tashkillashtirib berganligi uchun biz Jizzax hokimiyatligi, migratsiyamiz, ichki ishlar hammasiga alohida rahmat aytamiz.